qaranglar, offline o'quvchimiz shunaqa chiroyli qilib, как Barbie qilib qo'ynini bitirib oldilar. Belbog'ni ham qaranglar, belbog'i ham вообще super bo'ldi mana. Belbog' o'zi alohida, orqasi bitta tutingiz. Mana boylab olganlar belbog'ni. Belbog'ni yechsalar, ikkita yonga zakripka qilib qo'yganlar. Old string mana orqa qismlari bu. Ikkita mapga zakripka qilib qo'yganlar. Belbog'ni shuni esa ikkita yonda osilib qolaveradi. Har safar boylab o'tirmaydilar. Faqat bu yerga manjet qo'ymadilar. Mana shunaqa keng tursin dedilar. Как вообще четкий chiqdi. Ikkita etegingizni ham bundoq qo'ring. Mana вообще asosiy chiqdi qo'ynilari. Qiynalmaydimi tikishga? Oson bo'ldi, lekin bir pasda o'tgan dars bichgandilar, bu dars bir pasda tashlashdi. Andozadan modellashtirib shunaqa chiroyli qilib tikkanlar. Orqa qismingizni ham bitta ko'rsating ularga. Orqalarini tekis paketga qilganlar, oldingizni. Oldi qismlarini mana shunaqa yumaloq qilib paketga qilganlar, yenglarni ham chiroyli qilib burmali qilib modellashtirganlar. Qiynalmaydingizmi, o'ylab qanday bo'ldi? Belmando materializa va shu yumshoq qilma, qaranglar, молодец. Necha metrdan chiqdi? 3 metrdan. Zo'r. Ish qanday bo'ldi? Qiynalmaydingizmi? Oldin bitishga qiynaladi. Unga ham Oson bo'ldi. Natijasi Bir pasda bitkazib olasiz. Harakat qilsa bo'ladi, natija bo'ladi. Zo'r.